Salom barchaga, o'g'lim bu kanalimizga xush kelibsizlar. Yangi kelganlar klass bosib podpiska qilish yo'ldan chiqmasin. Sizlar bilan bugun nima qilamiz? Bugungi qiladigan ovqatimiz dimlama. Всем привет. Всем привет. Я рад, чтобы с вами встретиться. Сегодня мы будем готовить с вами дымлама. Что нам нужен? Дымлама. Мясо 400 грамм, 1 капуста, картошка килограмм, лук 300 грамм, чеснок 2 штуки, зелень и лук. А приправа что нужна? Приправы чесночный, черный перец, зира, соль, кашниш и лавровый лист. Все, тогда мы начинаем с вами сниматься ролик. Oğlan bu bize nima kerak dimlamaga? Oğlan bu karam, kartoshka, sabzi, shalg'om, chesnok, zelen, go'sht 400 gram. Pripravlarda nima kerak? Chesnochniy, tuz, zira, murch, lavroviy list и kashnish. Unday bo'ladigan bo'lsa, birgalikda boshlaymiz. Marhamat, rolimizga. Avvalambor nima qilamiz? Avvalambor mahsulotlarni açışdan boshlaymiz, tozalashdan. Первым очередь чистим лук. Пожалуйста, вот начались. Stop bosing. Va nihoyat piyozni achib bo'ldik. Endi navbat kartoshkani achamiz. Oğlum bu ovqat qilishdan oldin birinchi ochib nima kerak? Birinchi o'rinda mehr. Ovqatga faqat mehr bilan nima qilish kerak? Mana hozir Navro'z bayrami, darshonalar bo'lyapti. Hamma yoqqa o'g'lim bu ayollarimizni, onalarimizni, singillarimizni, opalarimizni kelayotgan 8-mart bilan tabriklaymiz. Xudo xolasa mana niyatimiz bu. Orzu ansambli bilan birgalikda yani klip çıkarış. Yani Orzu ansamblini klipini bu 87-yil, 89-yillar, 90-yillarda Shaharsabz tumanida nomi chiqqan. Nafaqat Shaharsabzda, butun bir Qashqadaryo oblastiga nomi chiqqan Orzu ansambli. Shu jumladan bu 70-60-yillar ballariga juda taniqli bo'lgan ansambl. To'yimiz, bazmlar beorzu o'tmasidi. Mana kartoshkani ham achib bo'ldik. Endi qiladigan navbatimiz nima? Sabzi, shalg'omlarni ham nima qila olamiz? Tayyorlab. Va nihoyat mana hamma mahsulotlarimiz tayyor bo'ldi. Endi qiladigan ishimiz nima? Avvalambor birinchi ochib go'sht solamiz. Qozonni yoqib oldik. Yaxshilab qizdiramiz. Qozon sal qizish kerak. 400 gram go'sht solamiz. Piyozlarni to'g'rab olamiz. Piyozlarni to'g'rab olamiz. O'g'lim bu go'shtni terib chiqamiz. Birinchi ochib yog'li go'shtimizni yog' qizdiradi. Marhamat. Mana o'sha yog'imizni tayyorladik. 12 dan piyoz solamiz. Bittakina marhamat piyoz solamiz. Piyoz solgandan keyin nima qilamiz? Navbatdagi qiladigan ishimiz tuz beramiz. Чуть-чуть соль. Первый очередь мясо, второй лук бросали. Сейчас немножко соль даем, потом зира. После этого черный перец даем по вкусу и чесночный. Не забудьте бросать чесночный. Чесночный тоже дает вкус и свой аромат. Вот, пожалуйста, чесночный.
чуть-чуть. Потом даем kartoshku ribib. Hozir mana shalg'omlar terib chiqamiz. Marhamat. Shalg'omlarni qo'yib bo'ldik. Uni ketdan sabzini beramiz. E'tibor berib turingizlar. Sabzilar terib chiqamiz. Marhamat. Sabzidan keyin shalg'om sabzi berdik, kartoshkani teramiz. Marhamat, mana kartoshkalarni qo'yib bo'ldik. Kartoshkani ketdan karamni g'ozdan chiqarmaymiz. Marhamat, mana karamni qo'yamiz. Yana kesamiz kichkina sal karamni. Mana karamlarni qo'yib bo'ldik. Bir sidrama bostirib bo'ldik. Endi ikkinchi qatorga nima qilamiz? Ikkinchi qatorga ham xuddi avvalgidek tuz beramiz. Mana yo'ldan chiqmasin. Zira, chorniy peres, qora murch. Buni o'rtasiga endi lavroviy list solamiz. Lavroviy list yoddan chiqmasin. 3 dona, 4 dona barigidan. Marhamat. Lavroviy list berdik. И чесночный. Endi esa yana xuddi avvalgidek chesnok, sarimsoq, yoddan chiqmasin. Sarimsoq ham beramiz. Shtobi dimlamamizga go'sht beradi. Yoddan chiqarmang. Marhamat, mana bitta chesnok, sarimsoq. Вот уже второй чеснок. Даем, не забудьте. Endi navbatdagi ish ham takrorlanadi. Sabzi, морковка вот, сейчас бросаем. Потом вверх картошку даем. Вот картошку даем. Вот картошку бросаем. Terib chiqamiz, kartoshkani yo'ldan chiqmasin. Endi esa kartoshkani ustidan shalg'om, zerin beramiz. Zerin, marhamat. Yana ovqatimiz ustidan tuz beramiz, 4 tagina. Ular ko'z uchun zira, marhamat. Karam. Marhamat. Karam kelib chiqamiz, bostirib. Yaxshilab.
Marhamat, mana karam berdik. Endiki qiladigan navbatdagi ishimiz 200 gram suv beramiz. Не забудьте вот воду поставили 200 грамм. Воду даем. Endi nima qilamiz? Navbatdagi qiladigan ishimiz krishkani yopib qo'yamiz. Закроем крышку на 2 на час. 1 soat yopiq krishka holatda turadi. 1 soatdan keyin dimlamamiz tayyor bo'ladi. Marhamat. E'tibor beringizlar, olov ko'p baland bo'lmasligi kerak. O'rtacha holda berasiz olovni. Sabab agar ko'pini beradigan bo'lsak, suv kam soldik, tagiga olib ketishi mumkin. Не забудьте, много огонь не нужен. Нормальный огонь на час будет стоять. Если ваш огонь больше, ну, перегореться можно. Va nihoyat mana ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Endiki navbatdagi ovqatni suzamiz. Gazni o'chirib, bismillah deb ochamiz. Наконец-то уже наш блюдо готовый. Va nihoyat mana ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Agar roligimiz yoqqan bo'lsa, klass bosib podpisatsiya qilish yodlaringizdan chiqmasin. Kelgusida rolikka uchrashguncha xayr, sog' bo'lasizlar. Наконец-то вот у нас блюдо все готовы. Если вам понравился ролик, поставьте лайк, не забудьте подписаться. Всем желаю удачи. До следующей встречи.